Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Xo'p, Allohning inoyati, marhamati bizga ekan shu kechagi shamolda bir tomon pistamiz sindi, lekin hozir mana ko'rib turibsizlar. Bir voq kurtak payvand shu nodasini kesib olyapman. Yana qisman qoldi, ertaga qolganini ham kesib olamiz. O'ta yirik gigant pisdan ko'rganmisiz? Ha? Mana shu gigant bo'ladi. Men doimo o'zimdan boshqalarga yaxshisini ravo ko'raman. Kattaligini ko'rib turibsiz. Allohning atgani yana biroz muddat turadi. Lateral ichidagi qanaqadir tomir deydi, ilmiy nomi. Ana shu tomir uzilmagan. Shuning uchun tanasida suv bo'lib turadi. Bir hafta 10 kun turadi. Mana bu kurtali ham balki oziqlanib olar. Bilmadim endi. Qisqasi kesib olamizda, keyin u yog'ini olib tashlaymiz. Shuning uchun shakl berish o'ta muhim. To'g'ri shakl beringni oldin ham aytganman. Yaxshilab qisqartirib kesmasangiz, uchini qaytarib kesmasangiz, bizda vaqtiga kelib shunaqa sinib ketadi. Shox ko'pligidan ko'tara olmasdan sinadi. Endi nasib bo'lgani bizga shu ekan. Lekin mana bu mevalar o'ta yirik, o'ta yirik. Bu hozir joyida shunaqa ko'rinyapti degan negativlar uchun. Xo'p. Mana yirik joyda hurmatli negativlar ko'rib qo'yasizlar. Mana to'g'ri, bu yil pista kam, hosil kam, chunki ko'p yog'ingarchilik bo'lsa kalsiy buzilishi bo'lib, mana qorayib mevalar ichidan to'kiladi. To'g'ri sepsangiz ham stressga tushadi. Baribir issiq sovuq ko'p bo'ldi, yog'ingarchilik ko'p bo'lsa, birdan sovuq, birdan issa shu holatga keladi. Shuning uchun Xudoning aytgani bitta bunda emas, keyingi daraxtda, hop, 3-4 ta daraxtda shu holat. Qolganlari hammasi xudo xolisa stressdan chiqarib oldik. Alloh inoyati bilan mana mevalar yakkaligan, mana to'p holatdagisi ham o'ta yirik. Qisqasi borini oldik nodani. Endi shu boriga xudo xolisa zakazlarimiz bor, bajarib ko'ramiz. Bunaqa ko'p emas zakazlar. Nodamiz ham ko'p emas. Hammaga rahmat. Shakl berishga e'tibor berasizlar. Glifosat vaqti keldi va suv ochish vaqti ham keldi. Endi bitta glifosat sepib, keyin glifosatdan keyin bu joyi arig'ini olamiz, ko'rasizlar. Yaqinlashtiramiz. Hozir uzoq bo'lib qoldi plugdaki. Bunga 1 metrdan ikkala tomondan ariq olamiz, ikkala tomondan suvni beramiz. Yaxshigina suv beramiz. Shu bilan mana shu o'rtadagi daraxt suv ichmayapti xolos. Qolganlari bir tomondan bo'lsa ham qisman ichdi, ularga ham ikkinchi tomondan suv beramiz. Qolgan hammasi ichdi suvni. Shunaqa gaplar. Hammaga rahmat. Omonat bo'ling Allohga.